Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatılayotgan Ahmaq Bo'ra nomli masal. Bo'ra kanatning sirtida bir o'larman ishni ko'rib qilib, uni yevatmoqchi bo'ldi. Ammo ish bechora qiyofatda Bo'rga o'zining o'riqlab ketish ahvolini so'zligili turibdi. Qaramam siz, o'sha holim bilan janobingizni qandoqmi rozi qila olayman? Siz ma'lum vaqt saqlab tursangiz, xo'jayinimning qizi Patarda to'y qiladi. To'yin murosimi nihoyatda dog'dug'liq va katta bo'lmoqchi. Shu chaqda yeydigan lazzatli yemeklar meni nihoyatda tez samirtib yetadi. Biliqut xazinasi ishning gapiga ishinib, uni qo'yib beribdi. Xeyli kunlar o'tibdi. Bo'ra bu ishni yodiga elib, heliq ishni yigilib bo'ladigan bo'lmaydiganligiga qarab beqishga ketdi. Bu chaqda ish dal uyida ekan. U qashaning nerisida turib Bo'raga: "Do'stim, hozirla chiqaman. Agar xohlasangiz uy boqadigan yana bir ish bor, uni boshlab chiqay. Uy boqadigan bu ish botur, qovul kelgan yo'g'on ish. U nurg'un bo'rlarni o'g'ligan." debdi. Bo'ra bu o'larman ishning so'zini anglab sal gumonlanib qopdi-da surishtirib: "Heliqi yo'g'on uy boqadigan ishmi?" U aniq javobga erishgandan keyin darhol quyrug'ini qisib g'ibbidiga qechib ketibdi. Rahbarlik kinoyasi. Texnik ko'p manfaatga erishish uchun yenidagi fursatdan voz kechadigan mundaq usul asqatmaydi. Kasb so'rinidagi talay bilan nasllik hamisha fursatdan foydalanish bilan munosabatli. Ba'zilar fursatni qo'ldan berib qo'ygandan keyinla ondan dard-faryod ko'taradi. Ammo ba'zilar fursatning sal bo'shanlik qilinsa o'tib ketadiganligini tushunadi. Shu sababdan uni vaqtida tutib olaydi. Shu ularning ishi o'ngdan kelayotgandek, orzu-armonlari ishga eshiyotgandek bilinadi. Fursat ishkingizni faqat bir qitim chekadi. Keskin rahbar har qitimqi fursatni tutib olishga mahir bo'lib, qobiliyatini to'liq ishga sola olsa, ondan muvaffaqiyat qozonib, taqdirning iltifotiga muyassar bo'la oladi. Shuni bilish kerakki, fursat g'animat. Bu oddiy ammo cho'nqur haqiqat. Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatılayotgan Ahmaq Bo'ra nomli masalni anglatdik. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat.